umurtqa pog'onasini mana akalarni umurtqa pog'onasi, mana orasida fibroza halqa, mana shu fibroza halqani orasida yadro suyuqligi bor, ya'ni solidolga o'xshagan narsa bor. U narsani xuddi mana shu zubnoy pastaga o'xshatamiz akalar. Mana zubnoy pasta fibroza halqa bo'ladi, vazifasini bajaradi. Mana zubnoy pasta fibroza halqa vazifani bajaradi akalar. Umurtqamiz mana ikkita suyagi va ikkita barmog'im bo'ladi mana. Mana ikkita barmog'im mana fibroza halqa xuddi shunaqa bo'ladi akalar. Qarab turinglar mana endi. Qarab turamiz. Bu kasallik, umurtqa pog'ona kasalligi og'ir ko'tarishdan, uzoq o'tirishdan, nagruzka, bosimdan kelib chiqadi. Qarab turinglar. Og'ir ko'tarilganda, uzoq o'tirganda mana barmog'im umurtqa pog'ona bo'lsa eziladi mana. Og'ir ko'targanda yuk tushgan sari eziladi, qisiladi. Buni orasida